Assalomu alaykum barcha namanganlik Navbahor jamoamiz ashaddiy muxlislari. Assalomu alaykum barchaga. Qadrdonlar, ertaga bizni O'zbekistonning eng mashhur derbilar Vodiy derbisi bo'ladi. Andijon bilan qarshi o'ynaymiz. Xudo xolisa bugun mana fan klub a'zolarining tayyorgarligi jarayonida futbolistlarimiz, biz legendarniy futbolistlarimiz, biz ishongan futbolistlarimiz Ruslan Jiyanov va Said Azamat Saidov bilan o'tib qolishdi va suhbat jarayonida o'zi ertangi o'yinga bizni kayfiyat bag'ishlash uchun ikki og'iz gaplarni oldik. Xudo xolisa ertaga bu derbini ahamiyatini bilasizlar bolalar. O'tgan yil finalda Said Azamat oldingizga bordim. Qanaqa yig'laganlaringizni ko'rdim men. Haqiqatan bu alam ko'z yoshlari edi va umid qilamizki ertangi o'yinda mana shu ko'z yoshlar quvonch ko'z yoshiga aylanadi. Sizlardan boringlarni berib, maydonda bizga derbini yutib beringlar. Ruslan O'zbekiston milliy terma jamoa a'zosi Ruslanbek Jiyanov ertangi bo'lib o'tadigan Vodiy derbisi o'yini oldidan namanganlik muxlislarga aytar so'zingiz. Avvalambor assalomu alaykum. Kirib kelayotgan hayit ayom bilan barcha namanganliklar O'zbekiston xalqini tabriklayman. Xudo xohlasa ertangi derbini qanaqa o'yin bo'lishini o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Kelib quvvatlaylik, Xudo xohlasa g'alaba qozonamiz. Inshaalloh. Said Azamat Saidovga ham maxsus gapi bor muxlislarga. Assalomu alaykum hammaga. Kirib kelayotgan bayraminglar bilan derbi keladigan bo'lsa yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Ertaga Xudo xolasa barcha Namangan muxlislarini, Namangan ahlini g'alaba bilan xursand qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Xullas bir so'z bilan aytganda qadrdonlar, ertangi uchrashuvni barcha Navbahor, Namanganni muxlisiman, Navbahor muxlisiman deganlar mana shu stadionda ko'rishlarini iltimos ham qilamiz, ham talab qilamiz.